Assalomu alaykum, aziz yoshlar. Ismim Kamola Aliyeva, huquqshunosman va gender tengligi masalalari bo'yicha mutaxassisman. Bugun sizlarni savollaringizga javob berishga harakat qilaman. Zo'ravonlik bu o'zi nima? Biz zo'ravonlik deganda avvalambor bolaning shaxsiy chegaralariga daxl qilingan har qanaqa harakatni tushunsak bo'ladi. Masalan, bu jismoniy ko'rinishda bo'lishi mumkin. Ya'ni bolaning tanasiga turli og'irlikda bo'lgan tan jarohati yetkazish, bu urish, turtish yoki boshqa turdagi tan jarohatiga zarar yetkazuvchi harakatni tushunamiz. Faqatgina jismoniy ko'rinishda zo'ravonlik bo'lmaydi, ruhiy ko'rinishda ham bo'lishi mumkin. Ruhiy ko'rinishdagi zo'ravonlik bu haqorat qilish, tuhmat qilish, sha'ni va qadr-qimmatini yerga urish, kamsitish ko'rinishida ham bo'lishi mumkin. Kattalarning gapiga kirmasam, ular meni kaltaklashadi yoki ruhiy bosim o'tkazishadi. Bunday vaziyatda men nima qilishim kerak? Kattalarni gapiga kirmaganlik uchun bolaga jismoniy zo'ravonlik yoki ruhiy zo'ravonlik o'tkazish bu O'zbekiston qonunchiligiga zid hisoblanadi. Bu noto'g'ri xatti-harakat. Bunday harakatlar sodir etilganda avvalambor maktab o'qituvchilariga yoki psixologlarga yoki bolalar ombudsmaniga, ijtimoiy himoya milliy agentligiga va agarda zo'ravonlik ko'rinishi to'xtamasa, unda ichki ishlar xodimlariga murojaat qilish kerak bo'ladi. Bir necha kun oldin begona inson qo'limni ushlamoqchi bo'ldi. Men bunday vaziyatda nima qilishim kerak? Har bir bola o'zini tanasi bu daxlsiz ekanligini unutmasligi kerak. Sizni tanangizga hech kim, ayniqsa begonalar ruxsatsiz teginishi mumkin emas. Bu sizni shaxsiy chegarangiz hisoblanadi va siz o'z tanangizni doimiy ravishda muhofaza qilishga tayyor bo'lishingiz kerak. Agarda sizni tanangizga begona odam ruxsatsiz teginadigan bo'lsa, o'sha begona odamdan uzoqlashish kerak bo'ladi. O'zini xavfsiz hududga o'tkazish va yaqinlarga murojaat qilish. Bu ota-ona bo'lishi mumkin yoki maktab o'qituvchilari, psixologlar, yaqin do'stlar, aka-ukalar va boshqa qarindoshlar bo'lishi mumkin. Bir begona kimsa rasmlarini tarqataman deb dugonamga tahdid qildi. Bunday vaqtda dugonam nima qilish kerak? Agarda siz mana shunaqa holatga tushib qolgan bo'lsak yoki dugonangiz shaxsiy rasmlarini tarqatish bilan qo'rqitish orqali onlayn kiberbullying holatiga tushib qolgan bo'lsa, birinchi navbatda bunday holatda albatta ota-onaga yoki yaqinlarga, pedagoglarga, psixologlarga va bolalar bo'yicha mas'ul bo'lgan organlarga albatta murojaat qilish kerak. Sababi bunday holatda sizni umuman aybingiz yo'q. Bu o'sha noqonuniy harakatni qilayotgan shaxslarning mas'uliyati hisoblanadi va bu uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. Sinfimizda bir zo'ravon o'quvchi bor. Hammani masxara qiladi va zaif